Xotin, shu ko'ylak yuvib qo'y, kir bo'pti. Avval ikkinchi kir yuvganimga deb yuvib qo'yaman. Mana joylarni kirib tashib qo'ymasay. Voy, bu yerda joz hozir yuvib qo'yaman, hozir juda olib beraman sizga. Xotin, mantiq qilmaysan, bir maza qilib yerdik-a. Voy, dadasi, o'zi obedda normal ovqat qilgan. O'shani sizga beraman yeymiz. U ovqat nima qilamiz, dadasi? Voy, o'li, o'zi hozirgina mantiqqa kelib turganda, hozir mantiqqa kirdi, mantiqqa beraman. Futbol ber, futbol ko'raylik. Kelganingizni aytaman. Voy, dadasi o'tiribman, hozir mana bu joyga kel. Voy, serial ko'rmoqdaman, dadasi, jonimizda ishlarimni qila qolay. Men ishga ketdim, ehtiyot bo'lib o'tir, xo'p? Bo'pti, dadajon, yaxshi boring. Ish qilib sekretarga ko'rsatib qilib yurmang, xo'pmi? Endi kechiring, xotin. Sekretar endi uncharoq o'qish shunaqa xunuk qiz, unga gapota bo'lmaydi, xotin. Shunaqa xunuk sen. Bo'pti, dadasi. Kelishni to'g'ri uyga keling, kechikmasdan kutib turaman, ha? Endi ulfatlarim telefon qilib qolsa, choyxona desa, tupurdim ulfatlarimga. Xotin to'g'ri uyga keladi. O'zi kelar yor-yor, o'zi ketar yor-yor. Eng zo'ratir pul hidi